Bugun biz siz bilan moddalarning agregat holatlari haqida gaplashamiz. O'zi agregat holat nima degani? Agregat holat bu moddalarni suyuq, gaz yoki qattiq holatda bo'lishi. Lekin aynan nima uchun agregat holat deyiladi? Agregat so'zi lotincha aggregatus so'zidan olingan bo'lib, o'zbek tiliga birlashtirilgan, to'plangan yoki to'plam deb tarjima qilinadi. Aslida bu so'z har xil sohaga qarab har xil ma'noni beradi, lekin kimyoda aynan shunday tarjima qilinadi. Misol uchun, bir moddani bir nechta atomlar to'planib, birlashib hosil qiladi, to'g'rimi? Mana shu modda bo'lishi mumkin: gaz holatda, suyuq holatda yoki qattiq holatda. Ana endi keling, mana shu agregat holatlarga bittadan misol olamiz. Birinchisi gaz. Hammamiz uyda yoqadigan tabiiy gaz, albatta bu gaz holatida. Ikkinchisi suyuq. Kundalik iste'mol qiladigan suvimiz, suyuq holatda. Uchinchisi qattiq holatdagi. Hammamiz ko'rgan oltin qattiq holatda yoki temir qattiq holatda. Ana endi keling, bu agregat holatlarni kimyoviy jihatdan bir-biridan ajratamiz. Birinchisi gaz moddalar. Gazlarning aniq bir hajmi ham, shakli ham bo'lmaydi. Nima uchun? Misol uchun, gazni bitta katta xonaga to'ldirish ham mumkin va xuddi o'sha gazni kichikroq idishga qamab qo'yish ham mumkin. Ya'ni qanday hajmli idishga solsangiz, o'sha idishni hajmini oladi va o'sha idishni shaklini ham oladi. Ikkinchisi suyuq moddalar. Suyuq moddalarning aniq bir hajmi bor, lekin ularning shakli yo'q. Misol uchun suvni biz litrda o'lchaymiz, to'g'rimi? 1 litr suv, 2 litr suv, 3 litr suv va hokazo. Ana endi o'sha suvni biz dumaloq idishga solsak, o'sha idishni shaklini oladi. Agar to'rtburchakka solsangiz, to'rtburchak idishni shaklini oladi. Lekin bunda ularning hajmi o'zgarmaydi. 2 litr suvmidi 2 litrligicha turaveradi, faqat uni shakli boshqacha. Uchinchisi qattiq moddalar. Qattiq moddalarning o'zining shakli va o'zining hajmi mavjud. Misol uchun, to'rtburchak holatdagi qattiq moddani siz majburlab dumaloq idishga sola olmaysiz. Chunki uni shakli o'zgarmaydi va bunda hajmi ham o'zgarmaydi. Demak, eslab olamiz. Gaz moddalarining hajmi ham, shakli ham yo'q. Suyuq moddalarning hajmi bor, shakli yo'q. Qattiq moddalarning esa hajmi ham, shakli ham bor. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing va obuna bo'lishni unutmang.